Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz podpisчиклар. Mana stadiondagi videolarimizni yana davom qilishni boshladik. Mana hozirda eng oxirgi 6-etajimiz, ya'ni etajimiz eng yuqori qismida turibman. Ya'niki mana kelib nasib qilsa tribunalarimiz mana fonar bilan ko'rsatamiz sizlarga. Mana kelib tribunamiz eng oxiri mana shu yerda, mana oyoq ostimizda tugaydi. Ya'niki eng oxirgi tribuna qatori mana. Bundan so'ngida hech qanday tribuna bo'lmaydi. Ya'niki skameykalarimiz kelib mana shu qatorgacha bo'ladi. Bundan bu tomon pastda bo'ladi. Xo'p. So'ngida nasib qilsa mana 4-blogimiz ham yakunlanib qoldi. Kecha betonlarni tugatdik. Bugundan esa bari tribunalik joylarimizda betonlarda ozgina muammolari borligi sababli mana har bitta leysinsasiga sizlar necha santimetr past qo'yilgan betonlar, necha santimetr baland qo'yilgan hammasini yozib chiqyapti. Geodezistlar tomonidan yozib chiqilyapti. Past bo'lgan joylariga aplavkalar qo'yilib, qaytadan beton olinyapti. Baland bo'lgan joylari esa perforatorda dalbit qilinib, bolgarkada shlipovka qilinyapti mana. Ya'niki mana bunda ko'rishlaringiz mumkin. Mana past bo'lgan beton yozilgan qancha past bo'lgani so'ngida mana yon tomondan ko'rinadigan ko'rsatsak sizlarga mana 2 sm masalan shu past bo'lsa mana qolib qo'yib 2 sm tribuna bo'ladigan yeri, ya'niki u yerda tribunalarimizni betonlari tushadigan joyi aynan kelinib 2 sm ko'tarilyapti. Baland bo'lgan joylari shlipovka bo'linyapti. Tribunalarimiz esa mana nasib qilsa ikkinchi blokimizni yarmiga ham kelib qoldi. Bu tribuna betonlarimizni turishini hozirlarga ko'rsatib o'tamiz nasib qilsa. Videolarimiz asosan kechda olinadi uchun kачествоsi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Buning uchun avvalo oldindan uzr so'rab qolamiz. Mana biz hozir mana tribunada mana ikkinchi blokimizni yarmigacha kelgan tribunamizdamiz. Ya'ni mana tribuna turishi mana kelib nasib qilsa eng oxiri shu yerda tugaydi va oxirida buni pastda bor mana G shaklidagi tribuna yakunlaydi. Ya'ni G shakli bunga teskari shaklda keladi-yu, buni ustida mana shu shaklda mana ustida betonni shu shaklida kelib yopilib, narigi tomondan orqaga borib mana shu teshigimizdagi anaqalarga nasib qilsa trubalar orqali pastdan chiqqan trubalarga mustahkamlanadi. Xo'p. Har doimgidek mana tribunalarimizni, o'zini skameykalarimizni mahkamlash uchun maxsus teshiklarimiz bor. Va bu teshiklarda bolta gaykalar orqali mustahkamlanadi. Mana o'sha teshiklarimizga qarang ana. Rezvalik teshiklarimiz va bularga bolta gaykalar orqali mustahkamlanadi. Mana past bo'lib qolgan joylarimizda esa tribunamizning kerakli joylarda mana shu shaklda mana qoliplarimizni qo'yib, mana masalan hozirda betonimiz shu mana 3 santim 1 millim past bo'lib qolgan. Bunga mana nasib qilsa 3 santim 1 millimlik joylarni nuqtalari betonni qancha balandlikda bo'lishi berilgan. Mana malyani skojlarda yopishtirib qo'yilgan va skojning osti tengi beton bo'ladi. Shunda bu 0 kodda bo'ladi. Ya'niki bundagi G obrazli anaqa tribuna betonimiz kelib bemalol ustiga mahkamlanadi. Mana yon tomondan ko'rsangizlar, mana ko'rishlaringiz mumkin yon tomondan betonlarimiz qanday shaklda, har bir leysinsada qanday shaklda turishini. Xo'p, mana shu shaklda har bitta leysinsaga kelib mana orasidagi zazorlari. Bunda ham mana orasidagi zazorlarimiz. Kechirasiz endi. Ozgina videodagi kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz oldindan. Ya'niki bu yerda hozir yonimizda hech nima yo'qligi sababli, ya'niki oyoq qo'yishga, naqlishga to'liq yondan ko'rsatish imkoni uncha bu yo'q. Xo'p, xuddi shu shaklda bo'ladi. Mana bu xomutlarimiz ya'niki rezinadan bo'ladi va rezinadan bo'lganda kelib mana shu shaklda bizni quygan betonimizga shu shaklda qo'yilib, ustidan tribuna betonlari qo'yiladi. Shuning hisobida mana oraliqda ozgina joy qoladi. Va so'ngida bularga hozirda
ya'ni ichidan havo aylanishi uchun, har xil hidlar kelmasligi uchun ochiqlik joy qoladi. Va bitta skameykalarimiz mahkamlanmasdan oldin o'zini maxsus vibratorlari bor. Shu vibratorlarda ustidan bosilib vibrator berilganda bular cho'kib qoladi, ya'ni rezinamiz eziladi va shuni hisobida orada ochiqlik joy mana, ya'ni mana har bitta etajimizning orasida mana shunday mana tribunalarimizga qarasalaringiz, mana bunday ochiqlik joylarimiz bor. Mana bu ochiqlik joylarimiz so'ngida yo'qolib ketadi. Hurmatli do'stlar, aziz podpischilar, stadionimizning ko'rinishi mana hozirdagi, ya'ni hozircha ko'rinishi. Nasib qilsa mana bu yerda mana 3-etajimizda mana 3-etajimiz VIP zonamiz hisoblanadi. Nasib qilsa VIP zonalarimiz, stadionlarimizning qolgan qismlari bitaversa agar, sizlarda ko'rsatishda yo'lqishda davom etamiz. Hurmatli do'stlar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, nasib qilsa sizlar bilan birgalikda hammasini birgalikda uddalaymiz.